Assalamu alaykum qadrli ko'rurmanlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Akademiya söhbati programımıza hoş geldinglar. Bugungi söhbət temamiz hammamiz yaqindan tanıydigan Uyg'urlarning vijdoni deb qaralgan Xitoy turmusida qanunsuz yetibatgan va muddatsiz qamoq jazosi berilgan Uyg'ur ziyolisi dotsent İlham To'xti va uning Nobel mukofoti nomzodligi ko'rsatilishining ahamiyati haqida bo'ladi. Bu temani qimmatli mehmonlarim bilan birga sizlarga yoritib berishga tirishamiz. Mehmonlarımı tanıştırıp ötəyi aldı bilen Uyghur Akademiyası'nın ve Dünya Uyghur Kurultayı'nın Ali Mesleğçisi Profesör Alimcan İnayet Malım. Hoş geldiniz. Dünya Uyghur Kurultayı Muavin Reisi Zübeyre Şemseddin Hanım. Siz mi hoş geldiniz? Hoş bulduk. Rahmet. Ve İlham Toxta İnstitutu Müdiri Envercan Efendi. Siz mi hoş geldiniz Enver Aka? Rahmet. Selamet olun. Hamınlar hoş geldinler. Akademiya ekranı vaqt ayırganlığınlar üçün rahmet eytimen. Biz bunundan burunmu bu ekranda İlham Toxti hakkında söhbət uyuşturup bu pidakar, söyümlük ziyalimiz hakkındaki hakikatlerini halkımızga bildirishga tirishqandik. Mana bu yıl onun Xitoy tarafından qo'lga ilinganligi 10 yıl bo'ldi. 10 yıldan yaqin turmada. Xitoyga o'zining qonunlarini esiga solgan, qonun bo'yicha Uyg'urlarning tegishli haqlarini berishni talab qilgan bir ziyolati muddatsiz qamoq jazosiga hukm qildi. Bu vaqa dunyoda bo'libmi Uyg'urlar orasida qattiq norozilik uchradi, ham uchrayotdi. Nurg'un inson haqlari tashkilotlari va Uyg'ur tashkilotlari bu nohaqchilikni dunyoga anglatish uchun harakat qilib keldi. Ve bunun neticesi dotsent İlham Toxti bazı muhim xalqarалық mukofotlarga loyiq ko'rildi. Amdiki nishon uni Nobel mukofotiga erishtirish. Biz mushu haqda suhbat olib boramiz. Undaq bo'lsa, suhbatimizni boshlaylik. Oldi bilan İlham Toxti zodi kim, nima ish qilgan, mushu haqda qisqacha ma'lumot olaylik. Alimjon Malim, qani so'z sizda. Bizga İlham Toxti haqida so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Hammalarning mushu vaqti xayrli bo'lsin. Oldi bilan hammalarga oliy hurmatimni bildirman. Doktor İlham Toxtini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatish faoliyati davomlashayotgan shu bir paytda bu programni o'rnashtirgan Uyg'ur Akademiyasiga alayda rahmat aytaman. Bu programning xayrli bo'lishini tilayman. Doktor İlham Toxti efendi Uyg'ur xalqining vijdoni deb tanilgan. O bir yazmasida mundaq yazgan. Men avazsiz xalqimning ichida qaynab teshiyotgan, lekin so'zlashga jasorat qila olmayotgan haqiqatlarni so'zlayapman. Bu Doktor İlham Toxti'nin özünün sözü. İlham Toxti efendi Xitoyda mustabid, diktatör bir devlette, komünistlardek şerefsiz, vahşi ve zoravan bir guruhun hakimiyetinde milyonlarca kişi sözleşke cüret kılalmayotgan hakikatlerini dadillik bilen oturup çıkıp oturup koygan Uyghur halkının hak hukuklarını kodaş için kanunun üstünlüğini kodaş için adaletini, demokratiyini, kişilik hukukunu kodaş için gayet zor cesaret ve fidakarlık gösterken bir kişi. O özünün şu Kayser iradesi cesareti bilen şu Uyghur halkının emas dünya halkının hürmetine sazaver oldu. Doktor İlham Toxti Xitoyning avtonomiya siyasətinin saxta ve yalğan mahiyetini ilmi əmgəklər arqılıq, özünün əməliyyat arqılıq ispatlap bergen, Uyghur xalqıga avtonomiyanın yalğan ekenligini, müstaqillikdən başqa yolunun yoxluğunu özünün əməli hayatı arqılıq göstərib bergen. Bu hakikaten bizning milli qahramonimiz. Ben bu fürsətdən faydalanıb Doktor İlham Toxtiga cheksiz hurmatimni bildirman. Doktor İlham Toxti efendi 1969 yılı Atuş nahiyesinde bir ziyali ailesinde dünyaya gelgen. Dadisi
yetişken bir ziyalı idi. Beijing Milletler Üniversitesi, Beijing Pedagogika Üniversitesi, Lanzhou Tömür Yol Üniversitesi katarlık ali mekteplerde okugan bir kişi. Mektep bitirgenden keyin o'sha harbiy xizmatda ishlagan. 1971 yili o'sha madaniyat zo'r inqilob mezgilida 28 yoshlik vaqtida vahshiylarcha o'ldirilgan. Dadisi vafot bo'lganda İlham To'xta apandi 2 yoshida edi. Atışda bir remontxonada ishchi bo'lib ishlayotgan o'sha onasi tarafidan yetishtirilgan. İlham To'xtaning boshqa yana 3 qarindoshi bor. Mushundaq qiyin sharoitda yetishib cho'ng bo'lgan bir kishi. İlham To'xta apandi 1994-yili o'sha nimaga 91-yili nimaga kirgan? 85-yili. 85-yili. Bu 85-yili ekan. 85-yili o'sha Beijingdagi Millatlar Üniversitetiga kirgan ve keyin o'sha Dongbei Üniversitetida o'qigan ve o'qish bitirgandan keyin Beijing Millatlar Üniversitetida magistrlikda o'qigan. 1991-yili magistrlik o'qishni bitirgandan keyin o'sha Millatlar Üniversitetida iqtisod fakultetida o'qituvchi bo'lib ishlashga boshlagan. 1994-yili shu universitetning shu iqtisod bo'limiga yo'tkilib ishlagan. 96-yil bo'lsa o'z imkonlari bilan shu Janubiy Koreyaga berib shu yerda bir universitetda o'qigan. 2001-yili yana Pokistonga berib shu Pokiston davlatlik taraqqiyot tadqiqot markazida ishlagan. Bu jarayonda Uyg'ur avtonom rayoni atrofidagi bexatarlik ve iqtisodiy taraqqiyot temlik ilmiy maqolasini tamomlagan. Bu bir doktorluk ilmiy maqolasi edi. Şu Pakistan'da bu makalını tamamlagan. İlham To'xta apandi 1994-yildan boshlab şu Uyg'ur avtonom rayonining iqtisodiy ve ijtimoiy masalalar bilan mashg'ul bo'lishga boshlagan va bu vaqtda tadqiqot elib borgan. Xitoyda chiqadigan nurg'un ilmiy jurnallarda o'sha uning Uyg'ur avtonom rayoni haqidagi maqolalari e'lon qilinishga boshlagan. Xitoydan boshqa yana bu İlham To'xta apandi o'sha tahsil jarayonida Xitoydan boshqa yana inglizcha o'rgangan, ruscha o'rgangan, korecha, o'rdicha va yaponcha o'rgangan. Doktor İlham apandi 1994-yildan boshlab o'sha Uyg'ur avtonom rayoni hukumatining siyosatlarini, iqtisodiy siyosatlarini, madaniyat siyosatlarini tanqid qilishga boshlagan. Bu sebep bilan uningki maqolalari nurg'un jurnallar tarafidan rad qilingan va cheklangan, e'lon qilinishi cheklangan va o'zimi nurg'un bu to'solg'ularga nimga duch kelgan. 2005-yili, yani 2005-yili o'zi bu Uyg'urbiz tor betini qurgandan keyin uning bir qism maqolalari artıq shu torda e'lon qilinishga boshlagan. Chunki Xitoydagi nurg'un jurnallar uning maqolasini besishni rad qilgan. Shuning bilan amal yo'q. Shu o'zi Uyg'urbiz tor betini qurgan va shu tor beti orqali o'zining maqolalarini jamoatchilikka yetkazgan. İlham To'xtaniki qarashi bo'yicha şu Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasida aloqa kanali uzilib qolgan. Uyg'ur ziyolilar bilan Xitoy ziyolilar orasidagi o'sha aloqami so'g'ilishga boshlagan. O'rtadagi aloqa kanalining uzilib qolishi etnik guruhlarning bir-biriga shubha bilan qarashiga, etnik masalalarning borgancha xatarlik holga kelib qolishiga sabab bo'lgan. Şuna farklı göz qarash ve fikirlerdeki otur koyuluşu ve münazara kılınışından korkmaslık gerek. Eğer mundaq bulmaydan bolsa, şu etnik nefret ve cemiyetler otursidiki birbiri işenmezlik
bargan seri küçüyüp ahırı xatarlik bir ahvalga kelip kalıdı. Uygur biz torbeti şu Uygurlarni Xitaylarga tunutadigan realni, mötedil ve samimi göz qarash ve fikirlerini o'tirib qo'yadigan bir munozara muhiti yaratib bergan edi. Lekin keyin bu Uygur biz torbetimi cheklendi, takip etildi. O'tgan yillarda yana bu cheklab etilgan bu kanal qaytadan nimada bizim chet eldagi qarindoshlarimiz tarafidan tekrar asla keltirildi. Yani İlham Toxta Efendi keyingi vaqtlarda nəhayətdə qat besim astida yaşagan, özünün görüşləri, özünün düşüncələri o'tirib qo'yish jarayonida nurg'un to'salg'ularga duch kelgan. Mushundaq yani bu nimada bu jarayonda nurg'un bedellarni to'lagan bir akademisyen. Mushundaq bir akademisyenni biz Nobel Tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatishni uygun ko'rdik. Men shaxsan o'zim 3 yildan beri ma'lum İlham Toxta Efendi'nde nimaga bu nomzod ko'rsatyapman. Bu yil texmo ko'paydi. Bunu biraz yani sözleşimiz yok. Bu mesele üstüne turumuz. Nurg'un nesla söylediğin bugün hozircha İlham Toxta'nınki şu tercümanlıkta muşunlik deb turay. Keyin onunki görüşleri, düşünceleri, onunki başka Xitay siyasetindeki ta'siri haqida yana söyleyeceğimiz. Rahmet. Köp rahmet İlham Toxta'nınki hayat haqida qisqa amma yaxshi ma'lumot berdingiz. Bay siz deb o'tib ketganga o'xshash o'zing hayotini hamda pido qildi Uyg'ur xalqiga. Xitoyning an'anasi bo'yicha bir oilada bir kishiga qarshi chiqsa butun uning oilasidagi hammasini jazolantiradigan bir an'anasi bor Xitoyninki. Bir ikki kun burun bir xabar ko'rdim, oilasining taqib ostida ekanligini aytgan İlham Toxta faqat o'zi emas, yashagan onasi, jafokash ayoli, dada mehri qolmagan bolalari bu Xitoyninki shu taqib ostida ekan. Hozirgacha ailəsinin qandaq turayotganligi haqida haqiqatan bizlar hamda bir haqiqiy ahvolni bilish imkoniyatiga ega emas. Bu haqda aniq ma'lumotni olganlar bormi, ya'ni bir uchur egallagan sizlarning oranglarda oilasi haqida ozroq to'xtalayotgandan keyin undan keyin qolgan temalarga o'taylik deb qo'ydim. Zübeyde Hanım bayağı yapmadı. Eğer Washington'da siz bir haber algan bolsanız Zübeyde onu anlaylı. Eğer siz mi almagan bolsanız ben en ahir Cevher'den anlaganlarım dep birey. Buldu Envercinka, köp rahmet. Görülmeli hemmanlar assalamu aleyküm. Şu vaxtına hayırlı olsun. Ben bu haberden anladım. Doktor Mağfiret Hanım degenge o'xshash. Ben bu haberden anlagandım. En ahirda hech qanday bir nemi yo'q deb bevosita. Ondan keyin men shu Cevher bilan ko'rishga vaqtlarimdim deganimda hech qanday bir xabar olmaganligini, urug' tuqqanlarning İlham Toxta'ni ko'rishga ruxsat qilinmaganligi degandek shunday narsani anladim. Ammo buningdan tafsilroq fikrni bilsangiz, qani Anvarjinka siz marhamat. Rahmet. İlham Efendi qo'lga ilinganligining 10 yilligini 15 yanvar kuni Pragda hatırlab o'tdik. Pragda hatırlab o'tishimizning sababi Pragda Václav Havel vaqfi va shu Václav Havel Çexiya Cumhuriyetining burungi raisi Václav Havelning nomiga tiklangan mukofotni, ya'ni Yevropadagi ikkinchi eng cho'ng mukofot, birinchisi Sakharov mukofoti, ikkinchisi Václav Havel mukofoti. Şu mukofotga ega bo'lgan ya şu Václav Havel vaqfi Pragda. Ularga bir necha ay ilgari bir iltimos qilgandim. Sizlarning mukofotinglarni olgan 10 yilligini xotirlab beramizlar deb ma'qul deb programma qilishib
nait utuğluk bir programda birli bolduk Cöher bilen alayda çakırdı aşağıdan Amerika'dan Prag'ı çakırdı. Amerika'nın, Kanada'nın, Germanya'nın, Kore'nin baş elçileri hem katnaştı bu programıga. Yani İlham Tohti namıdan şundakla hem de biz umumen Uygur halkının davası vatansızlığı namıdan naydi mühim bir programı oldu. Üyede en ahırkı sözünü Cöher'den öz ağızdan dünya anladı, ben mi anladım. Yani hepimiz bilgendek yeni bir yenilik yok. Bunu bir neçe ay avvaldan başlap Cöher özü men dadamның hayatta bolup bolmaganligini bilmeymen. Ama hayatta bolganligini ümit qilman dedi. Bu gapni Prag'da tekrarladı. Endi Xitoy 6 yıldan köp, 7 yılga yakın bolup kelyaptı. 7 yılın yağı hatta Beijing'deki Güzel Nur hanımның rafiqasının kelip körüşügümü ruhsat bermebipti. Uruk tuqqanları, elağinisi başkala bir yaqta olsun. Herhalde yani 6 yılını aştı. Moşu yıl yaz bolsa toluq 7 yıl toşudu. Ruhsat bermebipti. Bundan bir yarım yıl avval Avrupa Birliği'nin bir heyeti Xitoyga bormoqchi bo'lganda kişilik hukuk diyalogu degan bir emeleri var, bularniki özara muzokaralar var. Her 2 yılda bir bo'ldigan. Avrupa Birliği heyeti biz Ürümchiga boramiz, nimani İlham To'xtini ko'ramiz deganda Xitoylar buni nihoyatda achchiqlanib, asabiylashib, sizlar diplomatik bir misyon için, diplomatik ziyaret için kelisizler. Yani atalmış cinayetçini berip körüşünler. Biz yol koymayımız da şu sebepten bu ziyaret mi amelge aşmadı. Yani Avrupa Birliği'ninki heyeti bağmadı. Hem de bir yerde İlham To'xtini qo'llash hareketi buluş sütümüz bilen her yılı bir kadem, 2 kadem Avrupa Birliği Brüksel'e barımız, ular çakırdı. Bu yerge türlü teşkilatlarının bulup mu Amerika'dan bu insan hukuk kürsüş teşkilatının vekillerim katlaşıdı. Şu yerde her daim bu İlham To'xtislerinin Saharov mukafatını alan kişi, bu kişinin hayatı kandak, ahvalı kandak, bunu sürüştürüş için gerek deyip her daim bir iltimas kılıp durumuz. Başka teşkilatlar iltimas kıldı. Birbirimizi kollayımız. Bir yer demekçi boğunum Avrupa Birliği şunun bilen bunu kün tertibi kirgizip körüşmekçi boğanda Xitoydan açtaq inkaz keldi. Yani demek hiç qandaq ziyaretçimi köremeyli deyin gapda özünün yakınları çetellikle ayak tutsun, özününki en yakındaki kişilerimi köremeyli. Aslı siyasi cinayetçi dep qarsa eğer Xitoy köstiş gerek ama ondaq haqqımı mahrum. Siz yıllardan bu yan İlham To'xtininki erkinlik için hizmet qilib kelyapsiz. İlham To'xtini qo'llash hareketini qurdunuz. Muşu jarayanni nima uchun siz İlham To'xtiga muşundaq nurgun ziyaliler türmede, nurgun ziyalilerimiz izdireksiz yo'qolib ketdi. Nurgun ziyalilerimizin hazır qandaq ahval ekanligini uqmaymiz. Muşundaq sharoitda İlham To'xtini xalqarada tonutishtirishimiz. Muşu jarayanni bir so'zlab bergan bo'lsangiz, hazır so'zlaringizni birlashtirib. Rahmet. 2016 yılı endi men vatanning sirtida Avrupa'da yaşayotgan 50 yıl oldu. Vatandan çıkıp ketganimga 63 yıl oldu. Men İlham To'xtini şu 2016 yılı tor orqali, yazmalar orqali, xabarlar orqali sirtdan tanıdım. Şu devirle Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin reisi bo'lgan vaqtim meninki. Ötüp ketken qisqa depremi şu vaqtida İlham To'xti mana bir ziyali mushundaq Uygur xalqining haq huquqlari erkinligini, huquq
tarafidan qo'lga ilib ham Xitoy ziyolilariga tushuntiribdi, ham dunyoga, Yevropaliklarga tushuntiribdi. Bu sebepten şunda kısım o ömürlük Xitoy bunu kesip etibdi. Bunu biz bunun dinki faaliyetlerimizde aldın sepki çıkarıp Moşu asaslı mı faaliyet ipparaylı diyen teklifini verdim. Ötüp ketken bir mesele. Ama bu teklifim gapning ochiqi kabul kılınmadı. Nokta koyayım ben. Tügüde başka gap kılmayayım doğruluk. Ondan ki ben özüm diginimde küçük çıktım vatenden. Vatanның sırtıda Afganistan'da, Türkiye'de, keyinki 50 yıl Avrupa'da жүрüp vatansizlikning derdini nayet köp tattım. Ve başka milletlerinin vatan için elip beriyotgan küreşleri, kılıvatgan fedakarlıkları, to'g'riliq köp haberlerini anladım, özüm yazdım haberlerini muhbir olup işleyen vaxtlarımda 20 yıl muhbir olup işledim. Bu kişinin akıllık bo'lganligi, uzakni ko'rganligi, fedakarlığı, cesareti ve dünyada Xitoy, Amerika'nın goya xalqaro terrorizmga qarshi kurashiga men mi qo'llayman deb terroristlarni o'zi yaratib, o'zi u yoq bu yoq avatib, bizni dunyoda lat qilaman, elib borayotgan harakatlarimizni inobatlashtirman deyotgan bir yillarda bundaq bir ziyolining o'ttirg'i chiqishi menga nihoyatda ilhom bo'ldi. Yani o kishini ko'rmagan bo'lsammi, tonimagan bo'lsammi, mening o teklifim qayıkıp kulak sanmagandan keyin ben vazifelerimni bir tarafga tashlab ta 2000 yıllardan tartib tanışkan, birga ishlagan Germaniyalik, Yevropalik bazı maslahatchilar, kishilik huquq faoliyatchilari bor edi. Masalan, birisi Marie Horsman xonim o'tganda Zubayra bilan birga program qatnashdi, Ilhom To'xti to'g'riliq. Yaxshi taniydi ekan uni. Ulardan maslahat so'rab Ilhom To'xti inisiyatif İngilizcesi İlhom To'xti'ni qo'llash hareketini başlattım. Maqsadim bu adamni tanıtış, bunun azat bo'lişi uchun tirishish ve onun qanchalik tinchlikparvar, insonparvar bo'lsa-mu faoliyatlarini ko'rsatib turib, Xitoy zalimlerinin mana şundak bir kişinin o ömürlük kesibetkenliğini dünya cemaatçilikiga anlatış arkalık davamızga yani bir paydalık buluş maksudi bilen bu hareketke başladım. Şu 2016 yılı 5. ayının 27. günü bir muncha alaqalarni qilishgandan keyin Yevropa parlamentida birinchi qatim xalqaro yig'in chaqirib Ilhom To'xtini tanıtışga ve u kishini Nobel deyman, Sakharov mukofotiga nomzod ko'rsatishlarini Yevropa Birligininki Yevropa parlamentining a'zolaridan iltimos qildim. Şu yılı nomzod ko'rsatildi Sakharov mukofotiga 2016 yılı. O yılı köp namzatlar içinden 3'nin biri tanlandı ama alanmadı. Şunun bilen faaliyetlerimiz devam edip 2019 yılı Avrupa'nın en mühim ehemmiyetli mükafatı olan yani bunun Sovet İttifakı'na karşı faaliyet yapılan ve faaliyette doğru sebebiden Gulag'a bağlangan Andrei Sakharov degen kişi ölüp ketdi, hemenler bilisizler ondan. Şu kişinin namıga tiklengen mükafatını aldı. Onun avval bir iki mükafatını algan ama Sakharov mükafatı bilen İlhom To'xti iş bulmasa deylik ki Avrupa'da 28 devlet a'zo bo'lgan Avrupa Birligi tarafından azatlık güreşçisi Xitoy degandek jinoyatchi emas, bölgünçi emas, xalqının erkinligi, azadlık için kurashgan adalet ve hukuk kurashchisi deb resmi tanilgan bo'ldi. Endi yana faoliyatlar
ko'p. Ben yani sözünü başkalarına berey. Növbet kelgende yana faaliyetlerim hakkında özümün fikirlerini dep ötümen. Rahmet. Rahmet. Hakikaten İlham Tohti muallimninki tutqa yolu biraz farklı başka ziyalilerimizi qaraganda. Şunun için halqaradımı nurgun kişiler onunki tutqan bu kanun cihetdeki javobgarlığını Xitayninki şunu tutqa halda onun faaliyetlerini yardım qildi yoki onun faaliyetlerini qo'lladi deb o'ylayman. İlham Tohti muallim öz bir o'qituvchi bo'lish sifati bilan qonunsoz öz fikrini va Uyg'ur masalasining manbasini qo'rqmay o'tirib qo'yib qo'ydi. Bunun bilan xalqaro sohadami Uyg'urlar uchrayotgan qiyinchiliklarni leksiya so'zlash orqali kun tartibga kelgan kishilarning birisi. Yani faqat Beijingda yoki Sharq Turkistonda emas, mush xalqarodagimi Uyg'urlarning masalasini tushunish uchun nurg'un ilmiy yig'inlarda, muhokama yig'inlari qatnashib, Uyg'urlarning masalasini tunji bo'lib tilga olgan va yetkazgan kishi. Bunu İlham Tohti'ninki mushu yo'lni tanlashiga yoki mushu sohada cho'qim Uyg'urni mushu jihatdan kun tartibga akilish kerak degan xiyolga kelgan omil nima deb so'rsam, Zubayra xonim sizdan boshlasak, shu chog'dagi vaziyat, shu chog'dagi Uyg'ur ziyolilari duch kelgan ahvollar, uningki Xitoyning siyosati Uyg'ur ziyolilarini zo'rlagan chiqish yo'l tepish uchun ular Uyg'urninki assimilasiya bo'lib yo'qolib ketishini to'sash uchun, madaniyatini yo'qotib qo'ymaslik uchun, o'zlarini saqlab qolish uchun qaysi yo'llarni o'yladi İlham Tohti bu ziyolilar ichida qaysi yo'lni tanladi? Marhamat. Rahmat Mahram xonim, bu naytib muhim masala, chunki biz hozir mush İlham Tohtininki qaysi vaziyatda oqibatining qanday bo'lganligi nemisidimi, masalasidimi shu tüp ahvolga kelgan dal mushu masala. Endi shu İlham Tohti mundaqcha vaqtda biz hammamiz bir davrning odamlari, ya'ni bir davrning o'quvchilari, bir davrniki ziyoli bo'lib yetishgan xodimlari biz hammamiz. Endi u vaqtdagi davrlarni deyish uchun biz yana aqimiz qaytsak bo'ldik. Yani aqimiz qaytimiz degan vaqtida albatta hammamizning xabari bor, bu bizning Uyg'urning beshidagi zulm, Xitoylar bizning Sharq Turkistonni mustamlika qilgandan beri mavjud. Mavjud bo'lgan vaqtidami biz dastlabda bizning vatanni Xitoy nima qilgan vaqtida egallagan vaqtida eng muhimi bu egilik, butun huquqni egallagan vaqtida va'da bilan egalladi. Ya'ni bizni oldidi. Sizlarga atalmış avtonomiyani beramiz. Avtonomiya degan haqiqatan xalqaroning qonuniy nemasi bo'yicha vaqtida mustaqil bir vatandan hech qanday farq yo'q. Ham huquq yerli xalqning, ya'ni shu yer egalarining bo'lishi kerak. Dal shu narsadan endi İlham Tohtining davri kelgan vaqtida İlham Tohti mencha vatanning ichidagi vaziyatni kuzatdi. Uningdan sirt boya Olimjon muallim aytib o'tgan vaqtda o'zining hayotidan qarsaqma O'rta Osiyo bo'lsin, Koreya deymiz, Pokiston deymiz, mushu ellarning hammasini nemisini ko'rib chiqdi. Ko'rib chiqqandan keyin uningdagi bu Uyg'urlarning chiqish yo'liga bir narsa, bir yo'l tepish kerak degandek mushundaq maqsadda shu vaqtdagi vaziyatdan foydalangan. Bizning u vaqtdagi vaziyatlar qanday desangiz, besim yana mavjuddi, ammo ba'zi bir fursatlar, mumkinchiliklar botdi. Masalan, ishkirlarda biz hammamiz ishkirda o'qiganlarning nemisini qarsangiz, u yerda bizning vatanga selishtirganda ishkirda biroz erkinchilik bor. Masalan, bizning beshimizga kelgan Uyg'urlarning ustiga yurgizgan siyosatni Xitoyda o'zining Xitoylar bunday yurgizmatdi. Masalan, biz erkin ozoda Xitoylar bilan bizning masalamiz haqida so'zlasha oldik. Men İlham Tohtininki ahvolni to'liq tushuna olmayman, chunki menmi Xitoylar bilan birga o'qiyotganlar Xitoylar o'zlariga ochiq oshkora biz Xitoy emas, aslida bizning vatanimiz bundaq Xitoyning bir parchasi bo'lgan emasga, masalan, o'zing bilsa deb shuni deyalaydik. Xitoylarmi bizni hech qachon bir Xitoy, bular bu Xitoy davlatiga tava bir kim demaydi. Shaxsan biz birinchi qitim ishkirga borgan vaqtimizda sizlar qaysi davlatning deb so'ragan. U hech qachon bizning turqimizga, nemimizga qarab turib bizni bu jungolik demaydi ularma. Biz Xitoylik demaydi.
aşında bir ahval aslında demek İlham To'xtama belki farqlarning hammasi aniq bilgilik uni biz demasakmi ishkirdi qolganning hammasi buni biladi. Endi yana bir muhim narsa İlham To'xtamning foydalanganini Xitoydagi bizning Sharq Turkistonga selishtirgan vaqtdagi ozroq o'zini erkinlik yuchuqdan foydalanib o'zining ideyasini o'zining xalqini qutuldirish uchun bir yo'l izlash nishonini o'sha yerda o'tirib qo'ya olgan. Shu davrdagi o'quvchilarga, ziyolilarga nisbatan İlham To'xtam nihoyatda jasoratli deb qarayman men. Chunki hamma Uyg'ur ziyoli unda qilmagan o chog'larda. Uyg'ur ziyolining ichida nihoyat az unda jasorat bilan o'rnidan turib chiqib, to'xta, sen bu Uyg'urning vaziyati mundaq, iqtisod tarafdan mundaq jiqtyapsa, talon-taroj qilyapsa. Aslida sening qonuningda mundaq narsalar bor. Eng bo'lmaganda sen o'zingning qonunni bergan haq-huquqlaringni bizga ber. Biz o'zimiz erishmoqchi bo'lgan narsalarımizga biz erishaylik, shularga ruxsat qil, bu o'zingninki qonunni degan. Sen o'zing oldin bizga bergan, ammo oldiding. Shunday gapda mundaqcha oddiy qavaqida. Shuningizga biz bahramon qil deganda shunday bir narsa. Mushunchalik gapnimi jasorat bilan deydigan ziyolilar nihoyat ozdi. Ba'zilar bo'lsa, hammasi bir ularning arxiviga chekit qo'yilib qoladi. Buni biz 85-yildagi Urumchidagi namoyish qatnashgan o'quvchilarning hayotidan bildik, nurg'unlagan. Keyingi vaqtdagi 89-yildagi Tiananmen nemisining supi bilan shu munosabat bilan namoyishlar qatnashib qolgan, shu ishlar qatnashgan nurg'un o'quvchilarning taqdiridan bildik. Bularning hammasi biz shohid desak gap to'la. Shaxsan ben o'zimning shaxsiy ekspertizim degan vaqtda biz shu tajribamizdan deganda ishkirda o'qiyotgan vaqtda ozroq biz ashad ishkirda o'qigandan keyin biz o'zimizning naqadar farqli muomalaga uchrayotgan, talon-taroj uchrayotgan bir millatlikni texmi his qilgan. Eng bo'lmaganda masalan mayli ma'arif tarafdan bo'lsin, bizning eng jiq o'ylaydigimiz o'chaqda ma'arif. Bizni akilib biz mushunda Xitoyning eng yuqori darajalik oliy maktablariga akilib, mushu Xitoylar bilan tam mushunda Xitoyning orasiga kirgizib o'qityotdi-yu. Bularning bizga bergan sharoitlar ayni İlham To'xta degandek. Bizning o'rta maktab vaqtimiz, boshlang'ich maktablarimizda bizni unda sharoitlar bermagan Xitoy. Amalva Uyg'urni og'ziga so'zga silib aldab, yo'qolan bir narsalardan tuzak bir ma'arif sharoitiga egilishga, amalva ma'arifni ner tursa, Uyg'urlar hech qanday ko'zi ochilmasa, o'qimasa degan savodsiz qolsa degandek, shunday narsa qilganligini biz ishkirib olganda nihoyat his qilgan. Shunday suhbatda bizmi ma'lum işte o'quvchilar bilan birga bizning vatanimizdagi ma'rif saviya, o'qitish sharoitlarini o'zgartirish, undan oldimaslik. Agar haqiqatan bizning Sharq Turkistonda Xitoyning bir qismi deydigan bo'lsang, Xitoyning bir qismidek muomala qil. Nemishki, men Xitoyning hamma o'zining sharoiti, qonuning, bu yerdagi erkinliging, fikr qilishing, bu sharoitda nemishki bizda u narsa yo'q degan shunday mazmunda bir gez chiqarganimiz esimda bor. Hech qancha uzun vaqt davom qilmadi bu gez. Mushu gez qilib qolganlarimizning hammasining arxivimizga ancha-muncha chekitlar sizildi. Demak, mushundaq bir sharoitda İlham To'xtamning dast ko'tarib, qo'pib chiqib, yezib, uning bilan nashrdan chiqmagandan uni o'zi bir to'rbet qurib, shu to'rbeti orqali Xitoy tilida. Chunki bu yerga Xitoy tilida qo'llanib shunday deyishni o'zining nihoyat muhim ahamiyati bor. Nima uchun degan vaqtida Xitoy sen bizning vatanni nima qilding? O'zingning zuvoni, o'zingning tiling bilan mushunda huquqlarni berding. Mana men o'zingning zuvoning, o'zingning tilingda bizning ahvolimizni sana to'ntay. Chunki Xitoy bir ikki bisliq siyosat o'ynadi. O'zining hukumatining asosiy siyosiy nishoni bizni qirib to'qitish. Shu zamonlarda mavjud. Ammo o'zining xalqqa tashviqoti biz bu qaloq oqida qolgan Uyg'ur millatini iqtisod tarafdan kambag'al bu millatga yordam beryapmiz. Bularni madaniyatlashtiriryapmiz. Bularga yordam qilyapmiz. Shunda bular nihoyat bir qaloq millatlar, hech qanday bir nemisi yo'q. Tarixda madaniyati yo'q. Biz qutqazgan. Nihoyat shunda bir millat deb o'zining xalqining beshini yub, bizni mundaqcha qavaqda bu terrorchi, hech nima bilmaydigan, madaniyatlashmagan, taraqqiy qilmagan, hayotida davlat tutib boqmagan, hech nima qilib boqmagan deb mundaq tashviqotni qilgan. Buni biz hammamiz shohid bo'ldik. Chunki Xitoylarningki bizni ko'rgan vaqtida kavob bilan tog'da ot minib yurgan o'tloqdagi otliqlardan boshqa bir qo'lida qalam tutib o'tirib inqilob qilib boqqan, idorada o'tirib davlat boshqarib boqqan va yoki dunyoni mundaq qilgan zilzilaga sog'dak dunyoning madaniyati, tarixi har narsaga mas qo'shgan bir millat degan narsa to'g'riliq hech bir fikr ong yo'q Xitoylarda.
İlham To'xtaning bu yerda qilgan ishi birinchidan davlatniki siyosatiga bevosita qarshi chiqish bilan birga, ya'ni o'zining qonundagi bizga bergan huquqlarni bizga ega qil deyish bilan bir vaqtda Xitoylarning tarbiyalash, Xitoy xalqini sening davlating seni aldayotidi, sana bergan tarbiya, sening biz haqqimizni bergan tushunchalarning hammasi butunlay xato. Aslida biz undaq sana beqinib qolgan, cho'kinib qolgan, undaq bir qalanda millat emas. Seningdan hech nimamiz kam emas. Seningdan biz ortiq bo'lsak, ortiqki, seningdan kam yerimiz yo'q. Chunki bizni davlat surib boqqan, iqtisodimiz bo'lib boqqan, yer zaminimiz mumbat, bizning turayotgan zaminimiz bizga taalluq. Shu zaminda turgan, yetib yotgan, ishib yotgan boylikning hammasi bizning boyligimiz. Mushunda ahvol turg'uliq. Bo'pmi İlham To'xtaninki asarlarini o'qimasanlar, ba'zi bir yerda bizningki mush vatandagi boyliklarini to'g'riliq statistikalar bor. Olimjon apandim, balki siz bu haqlarda nayt yaxshi bilishingiz mumkin. Chunki u iqtisodshunos. Iqtisodshunos deganiki eng muhim narsa bu butun bizning vatan haqidagi uchurlarni statistika bilan bergan. Shu statistika bilan berganda bizning vatanda chiqayotgan butun boyliklarni eng bo'lmaganda 1%ni bizning xalqqa foydalanishga bergan bo'lsa, biz u kunda qolmaydiq degan yerlar bor bir yerda. Demakki, bu yerdagi masala nayt cho'ng bir masala. Birisi davlatning o'zining qonuniga bo'ysungan, o'zining qonunini ishga oshirgan holda bizga haq huquqimizni ber degan bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoylar uyquni osh. Chunki biz hukumat tasvirlagandek bu qadar bir millat emas. Biz har qanday yerda barobar muomalaga uchrashga, xuddi Xitoy qanday bir huquq haqlardan bahramand bo'layotgan bo'lsa, bahramand bo'lishga biz haqliq degan. Bu gaplarning hammani Xitoy o'zining markazi bo'lgan Beyjingda qildi İlham To'xtay. Sharq Turkistonda emas, Beyjingda turib shu gaplarning hammasini qildi. Bu birinchisi bir jasorat, yana birisi bu bir signal, dunyoga berilgan bu signal. Dunyo agar shunda ahvol ostida bizningki ovozimizni anglasa, bu dunyoning hech qanday bir qonuniy nimalarga xilop yoki hech qanday bir qonunlar bir dunyoda adam tasavvur qilolmaydigan bir ahvolda bir asorat qolgan, zulmga uchrayotgan bir millatning ovozini anglaydi. Shu qadar bilimlik, yana bir tarafdan aytgan vaqtda. Enverjon apandim, siz qo'lingizni ko'tarib. Bu savolni hammalar so'rayman. İlham To'xtaninki ideyasi nimati? Chunki nurg'un talash tortishlarmi bo'ldi? O mustaqilcha emas deganlarmi bo'ldi? O sharoitda nima dalal etdi? O dalalaydigan gapning eng cho'qqisini dalaladimi? Marhamat Enverjon aka. Rahmat. Mencha cho'qqisini dalaladi sharoitda. Mayada bir abzas, bir qalamkashimizning nemisidan bir abzasni o'qib o'tay. İlham muallim Markaziy Millatlar Universiteti xizmatga tushgan 1994 dan 2014-yilgacha 20 yil mobaynida Uyg'ur millatining kishilik huquqi, erkinligi mavjudligi uchun uzluksiz tirishdi. Butunlay huquqdor saqchi oilasidan kelib chiqqan bu ziyoli urug' tuqqanlarining yalurishi, hukumatning tahdid selishi, maktabning xizmatdan cheklashi, Pokistonga polib etishi, iqtisodni to'g'riltib etishi va uningdan ortiq ruhiy besimlarga qat'iy bosh egmasdan qilayotgan davosidan voz kechsa, kun sayin eg'irlashib ketayotgan milliy xorliq va ziddiyatning hemen Uyg'urlarni yutib yo'q qilib yetadiganligini ko'rib yetgan edi. Deydi. Müşahede bunu to'xtaman. Demak, shu sharoitda İlham apandim millatni qanday qilib saqlab qolaman? Millatni boshda qanday qilib saqlab qolaman? O'z urfi odati bilan, madaniyati bilan, tili bilan qanday saqlab qolaman degan o'y bilan harakat qilib, shu sizning savolingiz Xitoyda turib deyalaydigan eng muhimni va eng bizga foydali gapni shu sharoitda deyaladi deb o'ylayman va Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur avlodiga bir o'tkinchi yo'l ko'rsatdi. G'oyani emas, bir o'tkinchi yo'lni ko'rsatdi. Demakki, dunyo sharoiti boshqa turlik,
Xitoy mushtaq ta'tir tashviqot qilib o'tibdi. Demak, biz huquqqa tayanib, huquqqa asoslanib, Xitoyning asosiy qonunda bekitilgan, o'zi bergan, qog'oz ustida bergan nimalarni joriy qildirish orqali hech bo'lmasa boshda ma'u xalqimizni, millatimizni saqlab qolayli, bo'lmasa yo'q qilib o'tadi ekan degan narsani bilib yetgan, aqli ilgirini ko'raligan ve şunu mu endi cesareti bilen, fidakarlığı bilen beshiga nima keldiganligini bilib turib, ochiq oshkor o'tirib qo'ydi. Rahmat. Ben qo'shimcham bo'lamdi. Bo'ldi. Bu bir gayet muhim savolni o'tirib qo'ydingiz. Xonim, bu yerda shu vaqtlarda, ya'ni shu 90-chi yillar degan vaqtda u chog'da biz vatanning sirtidagi davomi mavjud desh u chog'da. Masalan, vatanning sirtidagi davo mavjud bo'lgan vaqtidami mushunda bir erkin dunyoda turib shu chog'lardagi endi bu yerdagi biz masala asosli akademiyalar bizning ziyolilarimizni o'qitib qo'yapmizku, ziyolilarimizning jasoratini. Ama vatan sirtidagi ziyolilarimizdan o kadar cesaret yoktu şu çağda. İlham To'xtachilik cesaret yoktu. Bu bir nayt muhim narsa-da. Bunda haqiqatda İlham To'xtaning vatanda turib, ya'ni Beijingda turib shunda bir yo'lni boshlashining o'zi, shunda bir yo'lga qadam qo'yishining o'zi bu bir cho'ng ilhom. Ziyolilarga bir cesaretni berdi. Chunki bu yerdagi masala, tüp masala mayli biz Uyg'urlar ziyoli bo'layli, mayli odatdagi bir kishi bo'layli, chiqib Uyg'urlik qinimiz bo'ldi ekan, bu yerda asosliq nima bizniki vatan, shu davoda hammamizniki bir hassi bo'ladigan, hammamizning bir o'rni bor, bir qo'shinning ichiga tang kirishimiz kerakligini, shunda bir mesajni, shunda bir bishoratni berdi bu yerda, signalni. İlham To'xtaninki hayoti bo'lsin, uning ish faoliyati bo'lsin, hamma qilganlari. Albatta bizde bir gap bor, o'gizga chiqib olib ishdan qo'rqmaymiz deydigan. Shu chog'larda nurg'ullar so'zlab, voy bu İlham To'xta bu yerda qo'pib, shu yanilam avtonomiyada ching turmiz dedi deb. Avtonomiyada ching turmizmi emas, u yerda masalani chiqish nuqtasi o'xshash emas. Endi u yerda to'g'ri, o'zingning bergan avtonomiya qonunini mushundaq nim qilsang, to'g'ri, yana bir yerlarda bor. Biz Uyg'urlar mushundaq ahvolda yashayveramiz deb. Ama u yerda shart botdi-da. Shart nima degan vaqtda sen o'zing bergan va'dalaringni burun bizga 49-yil qalpoqni 50-yil qalpoqni kiygizib, quruq qog'oz bilan avtonomiya degan atalmishni bilan so'skini ingizib bizni shundaq to'xtatib qo'ydi. Ammo endilikka vaqtda ijro qil shu qog'ozni. Shu yozganlaringning hammasini ijro qil degan shart bor bu yerda. Ya'ni o'xshash shu Xitoyda hozir yurgizayotgan avtonomiyani davom degan bo'lsa İlham To'xtani umrlik kesib bo'ladi. Mening o'ylashimcha. Ama bu yerda masala bir farqli ideya bor. Bu farqli ideya yoki farqli o'y fikr Xitoyga tahdid his qilindi. Yana bir tarafni aytgan vaqtda, yana bir narsa nima deganda biz Uyg'urlarga bergan signali İlham To'xtani umrlik kesish orqali Xitoyga nisbatan aytganda, qanday Uyg'ur bo'lishingdan qat'iy nazar, men sizgan sizaqdan chiqdim, hamma yo'qolsa degan masala shu chog'da berib bo'ldi bizga. Masalan, irqiy qirg'inchilik shu chog'da boshlandi desak bo'ldi aslida. Shu chog'dan boshlab İlham To'xta mana 10 yil bo'ldi. Hozir biz Jixiyalaka yo'qda 2016-yildan beri davrimiz 2016-yildan beri emas. Agar biz o'zimizni silkib qarsak, İlham To'xtani umrlik qamoqqa jazo qilgan kundan beri bu berilgan cho'ng narsa Xitoyning kim bo'lishingdan qat'iy nazar. Sen bizim avtonomiyada turavermay, mening siyosatni ijro qilsang demsa, mustaqil bo'laman demsa, hech nima qilmayman demsa, mandaq Uyg'urlar bo'lsa, demsa, ish qilsa, Uyg'urlar bo'lsang, sening qiningda Uyg'urlar bo'lsa, sen o'limga mahkum degan narsani shu chog'da berdi. Shuni qo'shimcha qilaydim, rahmat. Qani Anvar akani qo'l ko'taryapsiz. Alimjon Qo'l ko'tarmadim. Bunimni aytdim. Ben birisi Alimjon ma'lumotga shuni anglayli. İlham To'xta zodi qaysi ideya dedi, nima maqsadi nima dedi? Marhamat. Ben özüm Xitoyning şu özünün kanunlarını əməliyyatga tətbiqlashdagi samimiyətini sınab baxdı deb o'ylayman İlhan əfəndinin. Çünki Xitoyning asas kanunu bilan bu kanunlardagi haq huquqning əməliyyatdagi tətbiqatı
o'ttirsidan ayeti çoğun fark var. İlham Tohta Efendi muşu noktunu katı tutmagan dep oylayman. Muşu noktunu çın tutup kanun arkalı Xitayni bir sınap bakmakçı, Xitayning samimiyetini sınap bakmakçı dep oylayman. Muşu kanun arkalı Xitayni biraz nima Xitoy ustida bir besim yaratishga tirishgan deb qarayman. Bu İlham Tohta Efendi'ninki shu ko'rishlariga qaraydigan bo'lsak, o'zi shu millatlar, etnik millatlar masalasini shu siyosatni ko'proq shu qonun masalasi deb o'ylagan. Haqiqatan Xitoyning asos qonunida Xitoydagi Uyg'urlarni emas, boshqa Tibet, Mo'g'ul degandek boshqa millatlarga asos qonunda bir ba'zi haq huquqlarni bergan. Onu hemmimiz bilamiz. Lekin mesele nima degan vaqtda, mesele bu qonunda berilgan haq huquqning amaliyotda tatbiqlanmaganligi masalasi. Bütün mesele müşahidin çıkmatıdı deb o'ylagan İlham Tohta Efendi. Yani milletler meselesinin, Uygur meselesinin sebebi nayet enik İlham Tohta Efendi'ye bu fikir boyunca çünkü asas kanunun uygulanmaganlığı. Yani asas kanunun bir asas kanun bilen yani bir milli teritoriyalik otonomiya kanunu var. Bu iki kanunda şu berilgen Uygur halkı berilgen tunulgan hak hukuklar ameliyette tatbiqlanmagan. Bütün mesele muşu sebep bilen oturup çıkan dep oylagan. Hem de bu asas kanunda mesela kanda maddeler var diye vakti bu 1984 yılda tüzülgen bir kanun. Şu kanunun içinde mundak nimeler vardı. Mesela yerli kalıklar, mesela yerli otonom rayonlarda yerli kalıklar ana tilini işiltiş ve telakki kıldırış hukuku ega dep yazılgan. Yani birisi yerlik halk vekilleri yerlik idarenin en yukarı organlarında vazife alalaydı dep yazılgan. Yani tehmin bir muhim bir madde var. Yerlik halklar örf adet dinni erkinlikine koğdaş hukuku ega dep yazılgan. Muşundak berilgen tunulgan hak hukuklar var. Lekin bu hak hukuklar ameliyette tatbiqlanmagan. İlham Tohta Efendi'nin karışı boyunca bu kanunlarını bu kanunlarniki tatbiqlanışıga to'sqinlik qilayotganlar kim degan vaqtda İlham Tohta Efendi yani şu merkezi hükümet tarafından tayinlangan şu Komünist Parti sekreterleri deb oturup koygan. Çünkü merkezi hükümet bu kanunlarni oturup koygan, lekin icra qilish jarayonida yani şu merkezi hükümet tarafından tayinlangan parti sekreterleri bu kanunlarniki tatbiqlanışıga to'sqinlik qilgan. Bu şuna biz deymiz ki bu asosan yerlik hükümetlerinin nesne mesela planı emas, fakat merkezi hükümetin planı. Merkezi hükümet o merkezi hükümetin orunlaştırılışı bu işi bolatkan meseleler bular. Yani öz Xitay hakimiyeti özünün kanunlarını icra kılışını özleri toskan. Bu İlham Tohta Efendi muşu noktanın ayeti çın tutmagan ve eğer Uygur meselesinde ve bu Şarkı Türkistan'daki meselelerini hal kılman desem deydi şu asas kanundaki ve milli teritoriyalik otonomiya kanunundaki şu bizge verilen hak hukuklarını hakiki manada tatbiqla icra kıl deydi. Bu Xitayning bunu icra qilishi mümkün mü? Bu mümkün emas. Bunu İlham Tohta Efendi yaxshi biladi aslında. Nima uchun desanglar, bu Xitoydagi milliy siyosati zaten Sun Yat-sen tarafından belgilengan bir siyaset. Yani başka Xitoydagi başka milletlerini asimile qilish siyosati. Yani Sun Yat-sen Xitoyda bir ulus yaratmak istedi. Ulus yaratish projesi bo'yicha şu Xitoydagi başka bütün milletlerini Xitoy ortak gevdisi etrafında yani Xitoylarni merkez kılgan bir nimede ortak gevdede eritiş yoki bo'lsa birleştiriş asimile qilish projesiydi. Bu Gomindan vaqt zamanında Envercan aka sizge birazdan ben sizge söz verme.
Rahmet. Hazır Davamma. hoşum çıkmakçı mı? Ha, ben endi ustaz rahmet nimaga. Yani Xitoy hokimiyati, Kommunist partiyasi ustozim aytgandek İlham To'xtining ziyrak aqlliq bo'lganligini his qildi va buni bir xatar deb bildi. Demakki, bu o'zimiz o'qitgan Uyg'ur bizga xatarlik, bizning haqiqiy ish yuzimizni boshda Xitoy ziyolilariga, undan keyin Yevropaga, dunyoga aksar turda biz buni yo'qotishimiz kerak, jimiqtirishimiz kerak dedi. Turmaga soldi, ammo bu hisobi to'g'ri chiqmadi. Endi asos masala shu yerdan boshlandi. Demak, Xitoy hokimiyati Uyg'ur ziyolilarining ichidan bundoq jasoratlik birining chiqadiganligini balki hisoblamagan, balki İlham To'xtining bundoq vatanparvar, xalqparvar bo'lganligini hisoblamagan. Bunu dedi, turmiz jimiqtiramiz degandan keyin asos mening ishim, o'zimcha vazifam shu yerda boshlandi. Dünya bunu İlham To'xtining fikrlari orqali bizning terrorist bo'lmaganligimizni, bizning haq huquqidan mahrum qilingan topraklar besib Doğru deysiz Envercan aka. Alımcan malım sözün tügesin hazır eli Xitayning qonunining izahlanishına ait muhim deb o'ylayman menchu. Bu yerda Xitoyning rejimining, Xitoy tuzuminin, kompartiyaninki siyosati ait muhim. Bunu bizning yaxshi tushunishimiz kerak. Bunu tushunib ketganlarni yo'q qilyotidi. Merhamet Alımcan malım. Merhamet. Davamlaştırın. Yani bu yerde şu Kuomintang hakimiyeti mi? Xitayda bu şu Sun Yat-sen belgilep qo'ygan milliy siyosatni ijro qilishni davomlashtirgan. Xitoyning quvvat qilg'ini keyingi Wu Zhongxun zamonida elib berilgan siyosatning hammasi aslida şu assimilyatsiya siyosati botdi. Nima uchun desanglar, Xitoylar Zhang Jieshi, Wu Zhongxun deganda kishilar Xitoydagi millatlarni millat deb e'tirof qilmagan. Millat ekanligini inkor qilgan bular. Nima uchun Xitoy asl bir millat var, Xitoy qolgan millatlar millat emas, urug' deb qaragan. Bu Sun Yat-sen zamandan beri devam qilgan bir siyosat. Shunga qabila deb qaragan. Oxirgi nishoni butun millatlarni yo'q qilishdi. Shunga lekin Kuomintang zamanında bo'lsin, mayli Gongsandan zamanında bo'lsin, lekin ikki xil siyosat yurgizdi bular. Birinchisi şu Çira rayonundaki milletlerindeki medeniyetini kodayımız, tilini terak kıldırımız, örf-adetini kodap kalımız, olandaki terakkiyatta yardım verimiz dep bunda kılkı naitti. Çıraylık geplerini kılan bile. Retoriklerini, telaffuzlarını işletti. Naitti kıymetlik nesle bulan. Yani bir taraftan bu dep durgan paytta ağıksızdan, astırıttın bu milletlerini aslında kılışkı tirişti. Bu Gongsandan zaman başlayan nesi emez. Şuna Xitoy'daki maqsadına ait enlik ve milli siyasındaki mahiyeti tümüyle aslında kılış. Bu baştan beri bilindiğin bir mesele. İlham To'xti efendi bunu bilmesi mümkün emez. Lekin yani Xitoy'daki şu kanunlarını çın tutup elip Xitoy'ni şu cihatte tuturuşka, yani biraz besim işletişke, besim yaratışka tirişkan dep qarayman men. Çünkü İlham efendi şu kanun arkalık bir yeniden bir narsa yaratish imkoni bo'lishi mumkin deb o'ylagan. Ya'ni Uyg'urlarga biraz rahatlatadigan yoki mesela bir haq huquqlarni beradigan qisman bu mustaqil emas-da, mustaqillik emas-da, qisman aqalli haqlari deyli bu yerda alayda yashash mumkin emas. Eng aqalli haqqini beramdi degan bir umid bilan. En akıllı müşahaklı hukuklarını beremdikin diyen maqsadla ma işe kirişken. Yani kanunlar arkalık, yani özündeki nimesi arkalık, kanun arkalık Xitoyga besim işletken. Buna ait akıllıca oturup koyduğum bir mesele etti. Lekin nim boldu ahırda diye vaqtda Xitoy bununga razı olmay özüne şu ömür boyu qamoqqa mahkum qilish arkalık başka Uygur ziyolilarga ait çok tehdit salgan. 2014-yılı başka Uygurlarga şu İlham To'xtini cezalash arkalık bir signal bergen. Qarsanlar şu 2017-yılı bütün Uygur ziyolilar hemmisi AKA'dan kirip ketdi nimaga. Hapislar, türmeler kirip ketdi, lagerlar kirip ketdi. Birinci signal şu İlham To'xti edi. Bunda desanlar
ya bunda bir ideydi bolsalar hem onlarniki ködügan günler mavada. Akıtınlar bu. Akıtanlar muşu da böyle bir sinyal vergen doktor İlham Tohta arkalı. Şuna İlham Tohta efendiki nimisine ait çok bir yeni bir yol isnap baktı. Lakin bu yolunu ahmaydıganlığın özündeki hayat arkalık söyleyen bedel arkalık ispatlagan boldu. Biz kandak kılmız. Artık bu otonomiya diyen narsa tamamen sahte, yalgan bir narsa. Başka yol var mı? Başka yol yani başka yol yok. Ya Xitaylaşış lazım, ya yok buluş lazım, ya mesela mustakil buluş lazım. Uygurlar hazır, şuna Uygurlar hazır mustakillikten başka bir nimeye egemez. Çokum mustakil buluşu lazım. Eğer yani avtonomiya bulsak belki bizge yeni bir fırsat tuğulamdikin dep oylaş menimce to'g'ri emas. Çünkü bunu Xitoynikiligi milliy siyosatniki mohiyati belgilab bergan narsa bu. Xitoyning milliy siyosati zaten yo'q qilish. Bundaq bir vaqtda boshqa millatlarga haqiqiy ma'noda avtonomiya berishi mumkin emas. Çünkü birbirinden ziddiyetli bir narsa bu. Avtonomiya degan nima deya vaqtda avtonomiya deganda hamma narsani şu avtonomiya huquqiy ega yerlik millat belgilaydi. O'zining tilini taraq qildirdi, urf-odatlarini taraq qildirdi, iqtisodni kuchaytirdi. Bunda vaqtda bu mustaqillik to'g'ri ma'nodan gap bu. İstikamet mustaqillik. Bunda bir kuchlangan millatni asma qilish imkoni yo'q. Bo'lmaydi hamda. Shunga assimilyatsiya bilan bu yerdagi avtonomiya bir-biriga ziyatli bir masala. Ama Xitoy bundan ustunlik bilan dunyoga biz bularga o'zini idora qilish huquqini berdik deydi, lekin amaliyotda buning aksini ijro qiladi va bu hozir bo'layotgan masala bu. Uyg'ur mamlakatdagi bo'lgan masala bu. Ko'p rahmat. Xitoyning milliy siyosatining qandaqligini bilishimiz kerak. Ko'p rahmat. Anvarjon aka. Ha, buyurun. Söz sizde. Benim mayada ustazımga bir savol tug'ilib qoldi ustazımga. İlham Tohtining yo'li oqmidi, oqmaydi va İlham Tohtimi oqmaydiganligini bilib bilatdi dedi. Endi bizning albatta bizning g'oyamiz, maqsadimiz boshqa. Bu asrlar burundan beri boshqa. Endi o ilaqi ben baydap öttüm. İlham efendim bir ötkünçe yolunu gösterdi. Şu şaraitta demek ki dünyaya bundak bir milletin bağlılığını, bunun asasi kanunda bundak hukukunun bağlılığını, bunların hiçbiri emelge aşmağanlığı için bundak kıyınçılıklar, bundak hadisler roy berivatkanlığını hem Xitay ziyalılık gösterdi hem dünya gösterdi. Benim fikrimce bu İlham Tohti hareketi, Dünya Uygur Kurultayı, başka teşkilatlarımız faaliyet etmedik. İlham Tohti doğruluk mu? Ama bu İlham Tohti'nin yıllardan beri Nobel mükafatına namzet görülüşü, ondan artık mükafat ilişi fakat bizning elip bakan faaliyetlerimizin neticesi emas. İlham Tohti'nin hakiki bir hukuk, adalet küreççisi boğallıkının ne dünyanın bilgenlikinden sebep bununla. Biz hem de şunu biraz aldığımız planı çıkarıp unutulup kalgan olsa onun közü bunu közü tutup yardımcı bulduk. Ben bir yerde demeşi boğunum. O Türkiye'de kızıl alma deydi. Bizim kızıl almamız başka. Bunu İlham efendim hiçbir zaman kılamadı. Ama şunu deydiğin vakti kelgende şaraitni yaratish uchun, shuni deydigan millatni saqlab qilish uchun mushu yo'lni bir o'tkinchi bir yo'lni ko'rsatdi yosh avlodga. Mening maqsadim hamda bir vatanning sirtida cho'ng'igan birisi bo'lish sifatim bilan bizning yosh avlodimizning mushu yo'llarni bilim bilan, aql bilan, kitob o'qish bilan mushu yo'llarni ügünüşü ve vakti kelgende qaysi yo'l bilan birinci qadamni başlap, ikinci qadamni besip, üçüncü qadamni besip, özünün qızıl almadan ibaret bo'lgan yo'liga mengişi. Demek endi bu yerda biz degandek ziyollarga albatta ziyollarni qo'rqitdi. Onu nim qilish uchun.
O yol amalga oshmaydi desak, ustozim deb o'tgan nima uchun bizning bir kuchimiz bo'lmasa, bizni qo'llaydigan bir davlat bo'lmasa, boshqa imkonimiz bo'lmasa, peki İlham To'xtining bu yo'li amalga oshmadi deb boshqa bir yo'lni tutish uchun Alloh taolo bizga bir narsalar basiga yaxshi, hozir boshqa bir narsa ko'rinmay o'tibdi. Demak, jiman qisqa bir jumla xalqimiz İlham To'xtining ruhini yoshlarimiz o'rganish kerak. İlham To'xtining ruhidan ilhomlanib, ruh elib, yeni yo'llarni izlash kerak. Rahmat. Rahmat. Ben qo'shim. Bu yaxshi gap qildilar. Ben qo'shim. Ben bu qo'shimcha qilay. Cevap berversin Alimjon ma'lum. Ben bir cevap berey. Bu otonomiya meselesinde fakat İlham To'xti Efendimiz 1940 yıllarda İsa Yusuf Efendi, Alptekin, Muhammed Emin Buğra, Mesut Sabri Baykuzu katılık 3 efendilerimi sınap bakkan nesli o. Bu mu de? Çünkü Xitayning onda bir niyeti yok. Şuna ama lekin biz nima İlham To'xti Efendining bizga bergan narsa nima degan vaqtda mushu qonun orqali Xitoyni qilmoqni zo'rlab boqdi, lekin bo'lmadi. Muvaffaqiyatli bo'lmadi. Nima bo'ldi degan vaqtda bizga faqat bir yo'l qoldi degan gap. Mustaqillik. Boshqa bir yo'ldan bundan yo'llanib aqlni sinab boqadigan bir narsa qolmadi. İlham To'xti Efendi buni sinab boqdi, lekin muvaffaqiyat qozonolmadi. Şu otonomiyani talab qilman desingizmi, shunga yo'l qo'ymayotgan gap Xitoy hozir. Şuna biz İlham To'xti Efendi'niki bizga bergan narsasi hamda artık bununla uğraşmak, mustaqillikdan başka bir yolumuz yok degan ideyani bizga amaliy hayot orqali bizga o'rgatdi. Mana narsa muhim. Albatta uni jasarati muhim, irodasi, qaysarligi bundan ilhom olamiz. Lekin İlham To'xti Efendi otonomiya degan, bizim İlham To'xti Efendi o'sha otonomiyani istaymiz desak o bo'lmaydi. Çünkü ma'lum bo'lgan bir narsa. Çünkü birlikat emas, o İsa Bey zamanında, Muhammed Emin Buğra zamanında bu mağlup olan neyse. Bu Ali muhtariyet istedi şu 40. yıllarda. Lekin qanday bo'ldi? Mümkün bo'lmadi. Şuna bu tekrar sınaf bakışından bir ehemmiyeti yok. Rahmet. Mağfiret Hanım, mağfiret keçirin. Merhamet. Qısqa. Məyədə tınılğıçılarımızga bir narsa aniq bolsun. Men 15-20 minutning yağı avtonomiya degan narsani eg'izga olmadim ve bu bizga bo'lmaydigan bir narsa. Men bu to'g'riliq qat'iy mening qizil siziqim. Bu yerda men davatibmanki, shu sharoitda İlham Efendim bizga bir o'tkinchi yo'lni ko'rsatib davatibman. G'oyani emas. G'oya boshqa, yo'l boshqa. Men bu yerda biz avtonomiya sinandi, bo'lmadi, mustaqillikni boshqa yo'limiz yo'q deb bu yerda nimaga boshqa Enverjon Efendi xalqqa boshqa gap qilayotgandek bundaq bir fikrni o'yg'itib qo'ymayli. Men undaq bir narsa qat'iy rad qilaman, ammo İlham Efendimning o'tgan 70-60 yilning yog'i xalqiga bir yo'lni ko'rsatgan bir rahbar bo'lganligini yosh avlodimizga yetkazayli va yosh avlodimiz shundan ruh ilib, ilhomlanib, yangi yo'llarni topsin demoqchiman. To'g'ri. Seldirib mən özümün fikrimni deyəmə, Zübeyre, bu vaxtki fikrinizi alaylı. Merhamet. Ben bu vaxtki fikrimde Alimjon muallimning fikriga qo'shilaman. Çünkü to'g'ri, İlham To'xti bir davr bo'lgunch, davr yaratqush bir ahvolni, bir faoliyatni ifodi, bir yo'lni tutdi. Ammo haqiqatan mushu yana bir qitim ta'kidlayman Alimjon muallim degan gapni. Muşundaq sınaqlardan ötdi. Biz Uyg'urlar demek bir qitim ötken körükten, yıkılgan, buzulgan körükte yanı qayta ötüşünün ornu yok. Çünkü bu tügdi emdi, aşındaq tügdi. Bir yerdeki ahmaydı tügdi degen gapni pek ig'ir ketken boluşunuz mümkün Enverjon aka, ama bir yerdeki ahmaydı degeni ahmedi. Biz Xitoyninki meyli qonundan paylanayli, meyli ularning boshqa mantiqlardan foydalanayli yig'ib etgan vaqtida Uyg'urga nisbatan
Xitoyda bizga boshqa yo'l qo'ymadi o'zlari. Bizni qistab shunda bir bulunga akaldiki, bizga haqiqatan Uyg'urlarga nisbatan o'zimizning bir mustaqil, o'zimizning bir erkin nafas oladigan boshqa bir yo'limizda boshqa hech qanday narsani qilmadi. Bu tarixdan shu isbotlanib keldi-chu. İlham To'xti mana eng oxirgi qurbon. İlham To'xtining tutgan yo'li haqiqatan uning jasorati shu vaqtda nurg'un ziyolilar qilamagan jasoratni qilib ashta qilgan narsanimi bikoqatdi Xitoychi bunday vaqtda. Uni mangulik turmaga soldi degan gapning o'zi Uyg'urlar endi og'zingni jum bizning qonunimiz bilan etishma avtonomiya deganing bika baribir sen Uyg'urlar bo'lib shu tarixda shu yer sharida mavjud bo'lib turdi ekansa sening bilan bizning o'rtaq nuqtamiz yo'q degan narsani Xitoy o'zi jakaldi dunyoga. Şuna endi bu yerda meningki birinchi deb qo'ydigan narsam garchi İlham To'xti ig'ir badal to'lagan bo'lsa bizga yana bir qatam hozirgi davrning eng cho'ng darsini berdi. Bu dars Uyg'urlarga nisbatan Xitoy shak shubhasiz bizni undaq Xitoy bizga o'z tutqizib qo'ymaydi ekan. Hech qanday huquq, haq-huquqni Xitoy bizga tutqizib qo'ymaydi ekan. Bu haq-huquqlar uchun Uyg'urlar o'zi kurash qilish kerak. Kurash qilib elish kerak. Og'izga gap bilan og'ini bo'lmaydi. Lekin badal degan vaqtda badal vaqti kelgan vaqtda to'lamak bak tas narsa. Hammamiz so'zlashga nibqonga oson, ammo gap haqiqiy shu ish kelgan vaqtida oldingi safga chiq, mushu ishni qil, oldiga qarab mang degan vaqtida mangdigan odamning qancha chiqadiganini biz hammamiz bilamiz, hammamizga ayon. Biz qachon Uyg'ur millati turkum-turkumlab chiqqanda, masalan, İlham To'xti chiqqan vaqtda shu joyda nurg'unlagan o'xshash ziyolilar taraf-tarafdan chiqqan bo'lsa, balkim ish boshqacha bo'ladimki, balkim Xitoy o'ylash faqatdimiki amallashadigan. Mening o'ylaydiganim shu. Yolg'iz qoldik. Yolg'iz, chunki bizni ashunda bo'layotdi. Masalan, vatanda tarixdan Xitoyga qarshi kurash hech qachon bizni besilib boqmadi. Davom qilib mayani bosib, mayadan chiqdi, G'uljidan chiqsa, G'uljini bosib Urumchi chiqdi, Urumchini bosib Qashqar chiqdi, Qashqarni bosib Yakan chiqdi degandek biz chiqiqliq. Ammo masala Xitoyning eng mahoratli bo'lgani bizning kurashlarimizni, inqiloblarimizni yolg'iz qoldirish. Bir-birimizni o'qib to'may turib ko'tarilgan yana jimiq turish. Bu ish davom qilyapti. Vatan sirtidami davom qilyapti, vatanning ichidami davom qildi. Biz qachon biz mushundaq Xitoyningki bostirish taktikasiga qurbon bo'lishdan to'xtagan vaqtimizda hammamiz uyqumizni ichib, to'xtab muomalat sakrab bir nim davatidi. Demak, mushuning bir nimasi mamma tan qo'pay degan vaqtida uningdan bir tanlash yo'limiz bo'lishi mumkin. Endi bu yerda masala 3 narsani deb qo'ymoqchiman. Birinchisi İlham To'xtining bizga bergan signali haqiqatan olimjon muallim degandek bu eng oxirgi sinoq. Xitoydan bir nim talab qilishniki behuda bir narsa ekanligini. Xitoy bizga hech nimani tutqizib qo'ymaydi Uyg'urlarga. Biz o'zimiz elishimiz kerak, o'zimiz shuning uchun kurash qilishimiz kerak. Kurash degan vaqtda gap bilan emas, amaliyot bilan. Ondan ikkinchi masala İlham To'xtining bizga eng cho'ng narsa qoldirgan narsasi kelgusi avlodlarga ilhom. Siz davatsiz ilhomdan ilhom elib emas, alburun ilhom ib bo'lgan. Masalan, uning bir tipik misoli Abduvali Ayub. Abduvali Ayub yana bir necha ashula İlham To'xtining o'quvchilari shular. Bunda aytganda bir davr bo'lgich ashtaq inqilobchilarimiz, kurashchilarimizni yaratib berdi alburun. Haqiqatan boy olimjon olim dastlabki nimada aytganda xalqning ichida bor, ammo so'zlashga jur'at qilolmayotgan, ichiga to'shib ketgan, dad deyishga dalamaganni İlham To'xti dedi va qildi. Bizga ashunda jasoratli insonlar kerak. Demak, olim İlham To'xti alburun bizga shundaq avlodlarning shundaq bir kallasiga soldi hammasiniki. Chunki bir millatniki mavjud bo'lib turish uchun kurash to'xtamasligini, ham bu kurashning davom qilishini mayli qandaq bir yo'llar bilan, ammo üzül kesil bo'lishini, amaliy bo'lishini aslında bir narsani berdi. Ham uchinchi narsa bizga bergan nima? Uyg'ur davosida bizningki ziyolilarimizning ovozining qanchalik muhimligini. Ziyolilarimizda ikkilanish bo'lmasdan aslında jasorat bo'lish kerakligini. To'g'ri, boshqa yo'llar bilan kurash qilish shunda jiq yo'llari bor, ammo uningga qo'shilib aslında bir jasorat, maydoni aniqlik aslında bo'lsa xalqqa qanchalik cho'ng ilhom bo'lganligi buni yana bir mushuni yana İlham To'xtining ish faoliyati ruhi bizga berdi. Uningdan sirt keyingi vaqt kelganda nurg'un bizning ziyolilarimiz qolib ketdi. Masalan, bunun ichida
Abduqadir Jaloliddin deymiz, Yalqın Ro'ziga o'xshash, Rahila Davud, Almurat G'ofur, nurg'unda endi Xalmurat G'ofur bor, nurg'un ashunda ziyolilarimiz bor. Shu ziyolilarimiz için masalan Abdurahim O'tkirni deymiz. Ta bütün hayatı bo'yicha ashlarning ichida bizning xalqimiz uchun eng o'rnab ketgani hech bir vatanning taqdiri bilan ish bilan tarixlarning qalbidan o'rinlashgan narsani Abdurahim O'tkirning she'rlarini izlagan she'rini yodlashni biladi. Bo'lmaganda kimniki yanarim yo'q degan naqsni aytishni yaxshi ko'rdi. Demak, shuni bir narsa esda tutsakki, ziyolilarninki olgan cho'ng diplomlari yaratgan boshqa töhfalardan ko'ra bir mustamlikada yashayotgan bir mustamlikada qolgan vatandan ayrilib qolgan millatlar uchun ularning shu xalqi shu vatan uchun qoldirgan bir izi bir so'zi naqadar qimmatligini shuni ko'rsatadi. İlham To'xtami aynan. İlham To'xta bir akademikdi, iqtisodshunosdi, ammo uning iqtisodshunosi istatistika matematikasidan ko'ra uning xalqi uchun dasturib gapirgan ishki g'iz gapi. Xalqimning o'rligi bo'lsin, huquqi bo'lsin, iqtisodi bo'lsin, barobarlik bo'lsin degan narsa dunyoni jaranglatdi. Demak, mushundaq narsani o'rgatdi bizning, ya'ni ziyolilarning qaysi yusunda o'z vatani, xalqi, millati uchun iz qoldirish kerakligining bir yo'lini ko'rsatdi deb deyman. Shunda qo'ymoqchi, shu fursatdan foydalanib, rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi xulosalash bo'ldi. Albatta bizning tariximizdan qaraydigan bo'lsak, ziyolilarninki Uyg'ur tarixidagi rolining qanchalik cho'ngligini bilamiz. Har davr o'zining qahramonlarini yaratadi deydigan bir gap borki, bu biz yaşayotgan bizning tangtuşlarımız hamda bu İlham To'xta. Bu davrda Uyg'urlarning ichidan eng cho'ng qahramon İlham To'xta deb o'ylayman. Chunki Ziyoli degan bek qaram emas, biroz o'ylanib ish qiladigan kishilarning birisi. İlham To'xtaning u sharoitda mustaqil deb o'tirg'i chiqishi mumkin emasdi. O elbette şu şarait boyunca özünün bildiğin yolunu tanladı. Bildiğin yolu da naiti sizler ötüp ketken okşaş naiti çok kahramanlık gösterdi. Hiç kaçan işkilinip kalmadı. O zaten başlayan çağdalı o takip bastığı elinde öyünün etrafı devamlılık küzütüldü. O buladın korkup kalmadı. Beşik geldiğinlerini zaten biletti o. Her qitim chet elde özünün leksiyasını tügütüp qaytib bağa vaqtidagi sual so'roq tartilishi, bularning hammasini bilib turib, o yo'lidan qaytmadi. Eng qimmatli bo'lgani İlham To'xtada mushu jasorat, mushu ruh Zübeyra siz deganga o'xshash har bir Uyg'urga azroq tajalli qilganda, har bir Uyg'urning ruhida azroq bir narsa uyg'otgan chog'da balkim bizningki bosgan qadamlarimiz biroz natijali bo'lishi mumkin. Bir yer kelgan vaqtimizda mushu ruh bizni bir yer jam qilgan vaqtida uningdan biz deylik umidimiz texmi oshadi. Yana birisi İlham To'xta xalqning zodi bu ishlarni o'ylab bu qadamni bosgan chog'da qirg'inchilik boshlagandichu. Gerçi 10 yılda bir, 20 yılda bir qirg'inchilikni qilib turadi, ama nəhayət ağır bir şekilde Uyg'urlar üstüdeki hilmikirlərinin o'tirg'i chiqqan vaqtida bilingan vaqtiga to'g'ri keldi. Balkim xalqni saqlab qolishni o'yladi deb o'ylayman. Saqlab qolishni xalqni yo'q qilsa agar Xudoyim saqlasin, unda qish bo'lmaydi. Bu beşimiz keldiğin falaketninki qanchalik cho'ng ekanligini hammamiz bilamiz endi. Agar biz mushunda bizning qilayotgan, biz deyotgan mushu gaplar xalqninki hayotini saqlab qolish uchun, xalqimizni saqlab qolish uchun bo'lmasa agar buning bir ma'nosi yo'q. Ma'nosi yo'q shundaqku. Yana bir sizlar uni deb o'tib ketdinglar, nihoyat cho'ng bir tajribani Xitoyninki Uyg'urga va yoki o'zidan boshqa millatlarga o'limdan boshqasini ravo ko'rmaganligini, u yerdan butunlay tüp yıldızdan yo'q qilib o'tadiganligining yana bir qitim isbotlanishi uchun cho'ng bir dalil isbot sunib berdi İlham To'xta. Undan keyin Xitoydan adolat talab qilishning, Xitoyning adil bo'lishini kutishning mumkin emasligini yana bir qitim isbotladi. Adolat
ve adil boluş Xitay üçün yok gap. O faqat nayet aşırı milletçi bir ideyaya sahip boğaşqa, egi boğaşqa bundaq adaletni saqlashning mümkün emasligini oturup koydu. İlham Tohti nayet qimmatli bir ziyalimiz. Elbette onu her vaqt eslab turumuz. Onu abiyaman deb ötüp ketgandek onunki ruhi bizga ilham berdi. Hamda İlham Tohti'nin neçilinin yaqi Anvarjan aka deb ötüp ketdi. 14 xalqaralıq mükafatqa erişipdi. Bularning hamda eng çoğu Nobel tinchlik mukofoti. Muşu Nobel mukofotiga ko'rsatish jarayoni, bu Nobel mukofotiga ko'rsatishning ahamiyati mush yoqda azroq so'zlaydi. 1 soat 15 minut bo'ldi vaqtimiz. Qisqaroq qilib so'zlasanglar xushal bo'lmay, xursand bo'lmay. Anvarjon aka sizdan boshlaylik. Marhamat. Rahmet. Hemimiz bilimiz 2018 yıldan beri her yıl o da Nobel Tinchlik Mukofotiga nomzod ko'rsatilib o'tibdi. Bir kişi, iki kişi, bir alim, iki alim yoki Amerikadan 2019 yıl bo'lsa kerak senator Rubio boshliq bir gruppa tarafidan nomzod ko'rsatildi. Bu yıl mana 7. yıl o da 7. yılda bu hareketni bir xalqaralashtirish uchun bir tashabbus qildik. Ötken yıllarda degandek o devletten bu devletten mesela Avrupa devletlerinde Germaniya, Belgiyada yoki Çexiyada bir iki yoki 5 parlament a'zosiga iltimos qilatdik. Ularning bir ikkisi nomzod ko'rsatdi. Bu yil buni bir xalqaralashtiraylik deb belki ismini anglagan bo'lgaysizlar. Belgiya parlamenti Uyghur ırkı qirg'inchiligini qabul qildi. Shu ırkı qirg'inchilik qaror loyihasini sungan, tayyorlagan Samuel Kogolati degan Belgiya parlamentining a'zosi bor. Ve bu sebepten bu Avrupa'dan Xitoyga kirish cheklangan 12 vekilning birisi shu kishi. 4. ayda Johorni elib, onun aldığı berib iltimos qildik birlikte. Bu yıl yani 2024 yılı üçün İlham Tohti'ni Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatish uchun bir tashabbuskorlik ko'rsatishini, bir konferansiya o'tkazib berishini Belgiya parlamentine iltimos qildik. Bu iltimosimizni qabul qildi. O'zimi degandek burun Uyg'urlarning do'sti bo'lib, nayil ko'p harakat qilgan. Shuning bilan 12 ayninki 11 kuni Belgiya parlamentida Uyg'urlar to'g'riliq bir ilmiy konferansiya bo'ldi. Bu konferansiya jarayonida 1 soatlik matbuot yig'ini, muxbirlarni kutib olish yig'inida Kogolati efendim, Belgiya Üniversitesi'nin Xitay bölümünün başlığı Vanessa Hanım, Doktor Vanessa Hanım, Johor ve ben tötümüz muxbirlarni kutib olish yig'inida Avrupa devletlerini, dünyadaki her kimni bu shundoq bir ma'rakaga qatnashishga chaqirdik. Hozirgacha 200'den ko'p 23 devletdan bo'lib 200'den ko'p parlament a'zolari, olimlar, qaysi devletninki bazı küçük devletlerde ministerlar varken bular efendimning nomzod ko'rsatishini qo'lladi. Bu san devam etip ketib beribdi. Ayının 31'gicha nomzod ko'rsatish imkoni bor. İnşallah bu yil mukofotni oladi deb umid qilaman. Birinchi qitim bo'lib bu yil Turkiyada Olimjon ustozimiz deb o'tdi. O'tgan 3-4 yilning yog'i Olimjon ustozimiz o'zi nomzod ko'rsatib kelib o'tadi. Bu yil 60'dan ko'p Türkiyelik olimlar isimlerini yazgızıp biz nomzod ko'rsatimiz deyishdi. Bu to'g'riliq texnik tarafdan Olimjon ustozimiz ularga yo'l ko'rsatibdi. Çünkü her kim kompüter kirib o'zini isbotlab nomzod ko'rsatish kerak ekan. Bu yilgi xalqaralashtirish markimizni boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, faoliyatchilar, Avrupa parlamentining a'zolari, bizning Uyg'ur
teşkilatlarımızdan Ruşen Hanım, Uygur Agentliğinin mesulü Tahir Emin, kardeşimiz okşaş, başkalarını kollab kuvvetledi. Ulanın namzet köstüş imkaniyeti yok ama şu hareketini biz kollaymayız deb dünyaya bir siyasi beyanat e'lon qilish imkoniyati bor. Shu narsani qilishdi. Men bir ondan 2 hafta avval Uyg'ur xalqining vatan sirtidagi vakili bo'lgan o'zim birlik qurgan Dünya Uyg'ur qurultayini ham ashundaq bir siyosiy bayonot e'lon qilishga chaqirdim. Ya'ni demakki Sharqiy Turkiston xalqining vatan sirtidagi vakili bo'lgan tashkilotimiz İlham To'xtini 2024-yillik Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatish tashabbusini, ma'rikasini bizmi qo'llaymiz deb bir siyosiy bayonot e'lon qilsa, buning foydali bo'lganligini nazarda tutib chaqiriqda bo'ldim. Bugun bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi oldimizda turibdi. Bu programmada yana shu chaqiriqni takrorlayman. Çünkü bizning xalqarodagi eng chong kuchli Sharqiy Turkiston xalqiga vakil bo'lib xizmat qilayotgan Dünya Uyg'ur qurultayining bundoq bir bayonotni e'lon qilishining siyosiy ahamiyati bo'ladi. Shu sababni bir takrorlab qo'yay dedim. Demakki, xulosa qilib aytganimda, qisqacha aytganimda, demakki bu nimani inshaalloh bu yil oladi. Mukofotni İlham efendim Uyg'ur xalqining erkinligi, huquqi uchun o'zini pido qilganligi uchun oladi. Ya'ni Uyg'ur xalqi nomidan oladi va buni asa davomimiz xalqarada yana bir qatim ta'kidlangan, himoyaga erishgan Uyg'ur xalqininki haqiqiy masalasi nima bo'lganligi yana bir qatim isbotlangan bo'ladi. Xitoyga bir siyosiy eng og'ir siyosiy kashat bo'ladi bu siyosiy tarafdan. Agar olinmay qolsa İnşallah bundan keyin hammalarning yordamlari bilan birlikda bu faoliyatimizni yana texim kuchaytirib, texim kengaytirib davom etkazamiz. Rahmat. Rahmat. Alimjon muallim, Uyg'ur ziyolilarininki va Turkiyadagi ziyolilarning Nobel mukofotiga ko'rsatishdagi rolini siz ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Doktor İlham To'xtaga Nobel tinchlik mukofoti berilishi Xitoyga urilgan nihoyatda cho'ng bir shaplaq, shiddatli bir shaplaq deb hisoblanadi. Shunga men bütün ziyolilarni hep birlikte şu Xitoyga bir shaplaq urishga chaqiraman. Bu bir kishini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatish uchun oldi bilan o kishining ya professor bo'lishi lozim yoki bo'lmasa parlament a'zosi bo'lishi lozim. Boshqa kishilar bo'lmaydi ekan. Shunga Turkiyada hozir 3-4 tane professorimiz var. Bu kishilar o'tgan 2 yil burun birlikda ko'rsatgan edik. Bu qatim men ko'rsatdim Uyg'urlardan. Mush Uyg'ur professorlarmi bu faoliyatga qatnashishi lozim. Özleri qatnashish bilan birga bu atrofidagi o'z tunigan bilgan professorlarni shu ishga rag'batlantirishi, tashviq qilishi lozim. Shu orqali agar biz har yil shu sonni oshira olsak, o bir qatim bo'lmasam keyingi yillarda, bu yil bo'lmasam keyingi yillarda cho'qim bu mukofotga erishadi deb o'ylayman. Biz doktor İlham To'xta bu Nobel tinchlik mukofotiga erishgan kadar bu faoliyatni davomlashtiramiz deb o'ylayapmiz. İnşallah bu davomli bu faoliyat bo'ladi. Bunun ahamiyati nihoyatda cho'ng endi. Bu mundaq bir mukofotga erishish bir Uyg'ur İlham To'xtaning Xitoyga berilgan nihoyatda cho'ng bir signal bo'ldi, og'ir bir siyosiy zarba bo'ldi. Uyg'urlarniki davosining xalqarada yeniden kuntarki kelishga sebep oldu. Uyg'urlarning haqliligini, İlham To'xtaning haqliligini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Shunga buning ahamiyati nihoyatda cho'ng. Men yana qaytadan Turkiyada professorlik nimasi ilmiy unvonga erishgan qarindoshlarimizni shu ishga, shu faoliyatga qatnashishga chaqiraman. Faqat o'zi ham o'zi bilan birlikda atrofini shu ishga nim qilsa
chaqirishini, insonlar tashviqot elib berishini talab qilaman, orzu qilaman. Rahmat. Rahmat. Zübeyre Hanım, İlham To'xtaning Uyg'ur davosidagi roli va uning Nobel mukofotiga ko'ritish haqida siz qanday qaraysiz? Sizning tushunchaningizni alaylik. Marhamat. Rahmat xanım. Bu nayt bakmi muhim. Men demisam ahamiyatini Alimjon muallim bilan Anvarjon kam deb bo'ldi. Ahamiyati zo'r. Ama mening deydiganim İlham To'xtaninki mukofotga, Nobel mukofotiga erishish shart. Chunki 100% shart tutishida haqliq. Agar dunyoning adolati bo'lsa, İlham To'xtaga mukofot berish kerak. Chunki İlham To'xtada hamma Nobel tinchlik mukofotininki shartligi uyg'un bo'lgan hamma narsa bor. Hech qanday bu yerda boshqa bir qusur topolmaysiz. Haqiqatan amaliyot etgan vaqtda men tinchlik yarataman deb o'zining hayotini qurbon qildi. Endi u tinchlik saqlayman, tinchlik yarataman degani Xitoyda hozir dunyoga zo'ravonlik qila olmayman, men qilmoqchi deydigan bir zo'ravon mamlakatning ichida turib, shu Xitoylarning orasida yo'q biz sen bilan urush qilmoqchi emasman, men sening qonuniy nizomlaring nimasi bo'yicha men tinchlik holda xalqimning huquqlarini izlayman deydigan shunday bir yo'l bilan tinchlikni yaratdi. Mundaqcha aytgan vaqtda siz dunyo nimasidan xalqaro qonuniy narsalardan qarsangiz, uning ish faoliyatlaridan qarsangiz, İlham To'xta tinchlik yaratquchi. Demak, shu Nobel tinchlik mukofotining eng yuqori darajalik, eng layoqatli kandidati. Shuning uchun jazman İlham To'xtaga berilishi kerak deb qarayman. Albatta ko'pdan ko'p rahmat Anvarjon aka, Alimjon aka, Alimjon muallim. Buningdan sirt nurg'un organlar hammasi shuning uchun kurash qilyotdi. Albatta hech Uyg'ur organlari mayli qurultoy bo'lsin, hech qachon Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan ishlaydigan yana bir organ bo'lsin, hech qachon biz o'z millatimizdan chiqqan da'vogar, o'z millatimizdan chiqqan, o'z millati uchun xizmat qilgan xalqimizni biz bundaq nerto deb baqinimiz yo'q, asla demaymiz. Chunki biz xalqimiz uchun, shu xalqimizning o'rligi uchun kurash qilamiz deyotgan, shuning uchun mujodala berayotgan bir organlar ekan, bu hech shubha ishlamaydi, buning shubhasiz. Men shaxsan shu ishki organ o'zi ishlayotgan bir inson sifatim bilan buningga 100% har tarafdan buningga aytaman. Chunki biz hech qachon o'z qahramonlarimizni undaq yolg'iz qo'ydigan, undaq ishni qildigan organlar bo'lmaymiz. Undaq organ bo'lib shakllanmaydi u holda. Uniki yana bir narsa, Uyg'ur davosida nayt cho'ng roli bo'ldi agar İlham To'xta Nobel tinchlik mukofotiga erishsa, bundaqcha aytgan vaqtda dunyo bizning davoyimizni to'nigan bo'ladi. Bo'lib hozirgi shu sharoitda, ya'ni Uyg'urlarga Xitoy qirg'inchilik elib berayotgan, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan shundaq sharoitda bizning Uyg'urimizdan birisi chiqib dunyo tinchlik mukofotiga erishsa, bu demakki Xitoyning bu tajovuzchiligi, besimi, qirg'inchiligining haqiqatan to'xtatmasi bo'lmaydigan. Yomanda aytganda, dunyo xalqaro jamoatchiligining bir majburiyatiga bu Xitoyni to'xtatishga cho'qim qo'l selishiga undaydigan bir qadamning birisi bo'ladi. Shuning uchun bu nayt muhim. Shaxsan men o'zimning bilgan shu scholars at risk xatar ichidagi akademiklar degan shu organlar bilan biz jiq xizmat qilamiz, jiq ishlarimiz bor. Har qachon shular bu İlham To'xtaning tinchlik mukofotiga ko'z tutish bo'lsin, shu tarafdagi har qanday ishlarda nayt oldida biz shular bilan har qachon birga. Demakchi bo'lganim, mayli bu dunyoda akademiya tarafidan bo'lsin, siyosiy organlar bo'lsin yoki boshqa organlar bo'lsin, qonuniy organlar bo'lsin, dunyoda tinchlikni yaratish degan bu narsa nayt muhim narsa. Har kimning uchun bu İlham To'xta Nobel mukofotining kandidati va cho'qim tutquchisi bo'lishini tavsiya qiladigan hammasining bosh tortmas burchi. Men shunday qarayman. Bu nayt muhim. Rahmat. Ko'p rahmat. Anvarjon aka, marhamat. 2 minutlik bir narsa esim kelib qoldi. İlham efendim bu qitim 7. marta nomzod ko'rsatilibdi. Dalai Lama 15. qitimda, yani 15 yıldan keyin optika. Yani 15 qitim ko'rsatilib mi? 15 qitim ko'rsatilgandan keyin. İnşallah umidimiz bu yil bo'ladi, ama harmaymiz. Mening iltimosim, murojaatim
bugün 36-37 devlette yaşayımızken vatanının sırtıda Uygurlar. Belki adı köpeygen buluşum mümkün. Bir yerinin kulağının köpede teşkilatlarımız var. Kulağının köpede ziyalılarımız var. Bu namzat körüstüş meselesi degende öz teşkilatla kılanmayımız. Demek ki her bir ziyalımız ya ki teşkilatımız bir daneden, iki daneden aşı devletninki parlament azasıga ya ki aşı devletdeki malum nemiz müracaat kabul kılındığan alimni tonusa, şununla müracaat kılıp İlham Tohti'ni tonuştursa demek ki hadir 23 devletten buptu, belki dünyadan 70-80 devletten her birinden 2'den, 3'ten, 5'ten kişilerinin bunun keyin namzat körtüşü mümkün ve bu san artkan sıra bu Xitayga siyasi besim buludu ve ahırda en kısa vakitte İlham efendim bu mükafatını aldı dep ümit kılıman. Demek ki benim ziyalılarımızga, teşkilatlarımızga qaysi devlette buluştuğun kat'i nazar. Demek ki muşu mesele bir oyluşup bu yıl yetişmesi mi aldığımız 2 yıllarda ya şimdi parlament azaları bilen tonuşup ya ki tonuşkalları bolsa ulağa İlham Tohti'ni tonuşturup bunun namzat Nobel mükafatıga namzat körtüşünü iltimas kısa bu san köpeyse davamız şunçilik algı baskan boldu demekçi men bu doğruluk malumat İlham Tohti doğruluk malumat gerek bolsa elbette başta Alimcan ustazımızdı ba, Zübeyre Hanım'dı ba, bizdi ba, yani İlham Tohti'ni tonuşturduğun malumat köp. Yani şu malumat asaslanıp namzat körseleydi. Bu benim bir şahsi müracaatım. Rahmet. Köp rahmet. Mındaq bolsa 1,5 saat boldu. Biz hem de bundan keyin bütün ziyalilerimiz üçün, elbette bütün ziyalilerimizin, elbette bütün Uygur halkının qutuluşunu arzu qılımız. Bularning ve cümleden İlham Tohti'ninki erkinligi üçün nimalarni qilishimiz kerak? Uygur halkı nimalarni qilish kerak? Ahirgi sözleringlar bilan birleştirip qisqacha dep bergan bolsanglar. Alim Jamalimiz başlayalım. Böyle. Köp rahmet. İlham Tohti efendinin Nobel Tinchlik mükafatıga namzat körtüş faaliyetinde kılışkı için nurgun iş var. Envercan Efendimiz de öttü. Bütün teşkilatlarımız, ziyalilerimiz başka Allah çoğul bölüşünü talep kılman, arzu kılman. Bu mühim. Bu işindeki ehemmiyetine ait çoğun. Şuna teşkilatlar özelliğinde ait mühim bir vazife düşüdü. Yani birisi İlham Tohti Efendi'ni her fırsatta kang tanıtış lazım. Ondaki geçirmişlerini, ondaki ahırı şu Xitayda duçar boğan akıbetini, Xitay bilen boğan nimesini köreşlerini tanıtış lazım halkımızga. O İlham Tohti Efendi'ndeki şu görüşleri, siyasi ideyesi ve görüşler hakkında bazı hata nesli düşünceler var. Bularni tüzüş lazım, doğru düşünüş lazım. Ularniki daha çok bununki simvolik ehemmiyetini yaxşı düşünüşümüz lazım. Nihayet çoğun bir kıymet İlham Tohti milletimiz aslında çıkan bunu hürmetleşimiz lazım. Bunu kaderleşimiz lazım. Yaşlılara İlham Tohti'ndeki şu iradesini, cesaretini tanıtışımız lazım. Yani kılıç yaman köp iş var. Ben elbette bununki bu şu namzat gösteriş faaliyeti de alayda ben özümün kuldan kilişçe nimige devam kılman bu işga. İnşallah başka teşkilatlarımı bunun çoğul bölse çokum mukafatga erişidu dep oylayman. Bununla işençim kamil. Eğer dalaylama 15 katında boğan bolsa aldığımız kadar uzun vakit var. Belki 15 kattan bulmasın ama 4-5 katında belki 7-8 katında bu çok buluşu mümkün. Bütün mesele tırışış lazım. Ya tırışmasak bu netice kol gelmeydi. Şuna bununla alaylı köngül bölüp ciddi karab meselege. Hareket kılışımız lazım da oylayman. Bu programını ornaştırganlığınız için sizge köp rahmet etmen. Uygur Akademisi köp rahmet etmen. Hayırlı bolgay inşallah. Rahmet.
İnşallah. Enerjan aka, ahırkı sözlerinizi alaylı. Merhamet. Rahmet. Başta ben unutup kalamak ya. Uygur Akademiyası'nın bu programını orunlaştırdığı için sizin başkuruşunuzda bundaq çıraylık bir program boğalığı için sizge Uygur Akademiyası camiasıga rahmet etaman. Şunu dep koyay. Ben 2016 yılı İlham Tohti'ni qollash hareketini başlap, bu bir siyasi hareket. Bunu kolumuzdan kelişçe fidai süpütümüz bilen ip berbatımız. 3 yıl avval İlham Tohti Institutunu kuraylık. Bunun İlham Tohti'nin ilmi tarafını tadqiq kıldıgan, onun makalelerini tadqiq kıldıgan İlham Tohti Institutunu kuraylık dep teşebbüs kılıp bunu şeklini kurduk ama ameli iş kılanmadık. Bir yurttaşımızın yardım bilen Uygur biz torbetinin 90% kadar eksik keltirildi. Yani Xitay bekitip etken, yok kılıp etken torbetinin 90% materyalini adı tapalışımız mümkün. Ben hem de bunun ilmi tarafını Uygur Akademiyası'ga tapşırış için ziyallarımızını bu işe celp kılıp İlham Tohti'ni tadqiq kılıp yaş evlatqa onu bayağı bir ustazımız deb ötkendek tanıştırış için İlham Tohti Institutunu Uygur Akademiyası terkibide vücutqa keltiriş veya ki Uygur Akademiyası terkibiga kirgizish için resmi arz berdim. Mahfirat Hanım'a bunu yolladım. Herhalde yakında bu to'g'riliq karar verildi. Yani bo'ladi deb karar verildi deb umid qilaman. Bu hammamizning umidi. Buningdan nima qilishimiz kerak degan savolga demak ki buningdan keyin İlham Tohti'ning siyosiy tarafdan qo'llash harakat qilish ishi İlham Tohti'ni qo'llash harakati tarafidan fidoilar tarafidan elib berilayotgan bo'lsa, buning ilmiy tarafi ve onun gelecek evlatqa tanıştırılışı işini İlham Tohti Institutunu akademiya terkibi kirgizish ve kalemkeşlerimizni, ziyalılarımızı bu işe celp kılış arkalık inşallah Uygur Akademiyası texim utuğluk muvaffakiyeti elip vardı degen ümidim, arzuyum var. Bunu bu münasebet bilen bir yerde bir tınlavuşlarımızga aytıp koyuşunu layık gördüm. Rahmet. Zübeyre. Rahmet. Başka gap yok. Hem gap deyilip buldu. Alımcan malım asaslık gapdan dep buldu. Enerjan akamı dep buldu. Fakat benim bir tavsiyem muş İlham Tohti'ni meyli Nobel mükafatı körsteyli veya ki başka neyse körsteyli veya ki onun muşu nemi taraftaki bu akademik taraftaki ahvalları, iş faaliyetlerinin kolaylamışlarının hemmisi de mümkün şu Uygur Akademiyası bir başlamçılık kısa. Çünkü bundaq bir faaliyetlerde birler bundaq başlamçılık kısa, ondan kalganların bundaq mümkün iş Uygur organ başlatmaydı. Bundaq bop diken dep jul asan boldu. Onun degen jih küçlü bir yerge toplagını boldu. Önümlük çıkığını boldu da şunun için. Bilmeyler Uygur Akademiyanın məxsus İlham Tohtorluq bir animiz bamazırma Enerjan Akademi Institutunu akademi yürgüse degендek. Şu aşındaq məxsus İlham Tohtorğa beğişlanğan aşta bir inisiativ lığındaq projektdek yapımız aşta bir nemni qısa. Şu çağda insanlar bir vaxtını unutup qalmaydı. Hemme adamның, hemme organlarının hemmesinin işleri aldıraş. Ama bu muhim iş birleri tarafından başlanğan eken onu çokum qollaş boldu. Şimdi muşu tavsiyem. Aşında bir işlada başlanğan qısa rahmet. Sizge köpten rahmet. Uygur Akademiyası köpten köp rahmet. Bunun ait bir mənilik faaliyetini ötkezinanlarga. Ahırkı sözüm sizlerge rahmet. Köp rahmet. Elbette Uygur Akademisi bir ziyalimiz boğan İlham Tohti üçün her jede degidek faaliyetlenip kivatımız kolumuzdan kelişçe.
nayt yaxşı bir teklifni berdiniz Zübeyra hanım. Biz şu birleşip bir işlarni qilish kerakligini bilib turibamiz. Chunki bizninki taqdirimiz bir, bizning tabriklaydigan kunlarimiz, tabriklaydigan hit ayımımız yoki shundaq eslaydigan ziyolilarimiz, tarixiy shaxslarimiz hammasi bir, ayrım-ayrım fəaliyyət qilishning bir ma'nosi yo'q, chunki kuchimiz cheklik bizning. Shuning uchun birlik kelib, cho'ng yaxshi kuchli fəaliyyətlarni qilishimiz kerak. Men shundaq deb o'ylayman. Bu fikringizni men yetkizaman yuqoriga. Ko'p rahmat hammanglarga. Undaq bo'lsa biz bugun yana bir qitim İlham To'xti haqida va Xitoy turmusida azob chekayotgan Uyghur milletining vijdonliq ziyolisi İlham To'xti va uning turma kirishdan burungi ish izlari, ham shundaqla İlham To'xtiningki hayoti, Nobel mukofoti nomzodligi ko'rish jarayoni ve bunun Uygurlar üçün, Uygur davası üçün qandaq əhmiyyəti var degan temalarni çöyrədigan halda bir söhbət etdik. İlham To'xti Uygur xalqınınki haq hüququnu qoğdaş yolda bir fidakar, bir Uygurlarnınki vicdani ve haqiqat küreşçisi deb qaraymiz. Biz İlham To'xtiga ve qarang'u zulmatli Xitoy zindonlarida yetayotgan barliq ziyolilarimizga, azob chekayotgan Uygurlarimizga sabır taqat tileymiz, çidamlık tileymiz, ularning teniga salomatlik tileymiz. Elbette tezroq erkinlik chiqishini tileymiz. Xalqarada İlham To'xti, Rahila Davud ve o'nlagan ziyolilarimizningki erkinlik uchun tirishib kurash qilayotgan nurg'un shaxslarimiz bor, ekranlarda ko'rib turibsizlar, tashkilotlarimiz bor ve her bir Uyg'ur qarindishimiz bor. Bularning hammasiga ayrim-ayrim rahmat aytamiz. Onundan başqa Uyghur dostu səbdaşlarımız var, ularning ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Harmas irade ata qilishni Allohdan tilaymiz. Hammanglarga yana bir qitim rahmat aytaman. Ekran oldida bizni yolg'iz qo'ymagan sodiq ko'rganlarimga rahmat aytaman. Kelar qitimliq akademiya suhbat ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.